Oye. Ha, bolam, bor dadangni oldiga chiqib turma, ovqat pishirib oling. Xo'p. Dada, assalomu alaykum. Alaykum assalom, bolam. Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi yotib turdingmi? Ha, ko'chagaman. Xo'p, yaxshi bor. Xo'p. Ko'cha. Xo'sh, nima qilsam ekan? Hoy bolakaycha, bolimizni buzmagin-a? Xo'p. Ana senga. Sabzichasini yeb olaman. Vau, mana bu yerni chiroyli ekan. Assalom. Salom bolakaycha. Bu yerni o'g'li Andreymisan? Ha, Shoshma, yo'q, kirma, bor. Daryoni o'yna, bitta o'ynama. xo'p. O'zicha aql o'rgatishadi xolos. Katta bo'lsam xohlagan joyimga kiraman. Bu yoqlar qanaqa joy ekan o'zi? Boraychi bitta. Merni o'g'li, jim, ularga uni bepul kirgizinglar. Xo'p, janob. Vau, bu yerlar chiroyli ekan. Kitoblar ustiga chiqaman. Ana, daraxtga chiqyapman. Yuhu, buni dadam ko'rsa zo'r bo'ladi. Oppa, ay oyog'im. O'zi qishloqdan chiqsam nima bo'ladi? Yaxshi, qani qishloqdan tashqariga chiqaman. Xo'sh, mana bu yoqqa to'g'ri yursam nima bo'ladi? Yo, bu yoqqa yuraman. Hoy meni o'g'li, bu yoqda o'ynama, bor qishloqqa kir. Aytganga kelmayman. Sansirabsan. Buni tezroq bu yerga yetkazish kerak. Tezda ketdim. Xo'sh, bu yerda ham qishloqlar bor ekan. Xo'sh, ketdim unda. Charchab ketdim judayam. O'zi bu yer qanaqa joy ekan? Vau, bu yer juda ham chiroyli ekan. Vau, ana. Dada. O'zi bu yer qanaqa joy, namuncha xavfli? Nega hech kim yo'q o'zi? Mayli, ana bu yerni kuzatib qo'yishim kerak bo'lmasa. Mani so'kishadi. Nima qilaman? Qanday qilib tozalayman? Mayli, usta qoldi-ku. Mana ulardan. Xo'sh, nima qilsam ekan? Men bu yerda o'zim yolg'iz qolib ketdim-ku. Hamma o'zak botish bo'ladi. Nima qilaman endi? Bu yoq qanaqa joy? Shahar shekilli. Bu qanaqa uy? Bo'ldi, nima? Qishloqdan shaharga kelib qolibman. Axir bu nimasi? Dadamni endi qanday qilib topaman? Qishloq yangiliklari. Merning o'g'li yo'qoldi. U haligacha noma'lum. Men yo'qolganim yo'q. Nima qilaman? Nihoyat yana tong otdi. Oradan 20 yil o'tdi. 20ga kirdim уже. Xo'sh, necha yil o'tdi bilmadim, lekin men 20ga kirdim. Va yana xuddi o'sha manzara. Ana endi esa nima qilishni ham bilmayapman. Ana endi qishloqqa borsam ekan? Axir yo'lni bilmayman-ku. Yo'q, men baribir borishim kerak. Bo'lmasam nima, yana qishloq yangiliklarimi? Qishloq yangiliklari. Andreyev
Merning o'g'li. Xullas, agar shu videoni, ya'ni shu televizordagi zamon axborotini ko'rayotgan adres bo'lsangiz, iltimos tezroq qishloqqa qayting. Dadangiz vafot etdi. Nima? Tushunmadim. Axir yo'q, hoziroq qishloqqa bormasam bo'lmaydi shekilli do'stlar. Yo'q, endi nima qilaman? Qishloqqa tezda borishim kerak. Bo'lmasam yo'q, dada. Tezroq ketishim kerak. Dada. Yo'q. Balkim meni aldashgandir. Yo'q, men baribir borishim kerak. Ishqilib dadam urib qo'ymagan bo'lsa bo'ldi, balkim noto'g'ri ma'lumot bergandir yoki boshqa qishloqning merini aytgandir. Dada, O'g'lim, yaxshimisan? Mana nihoyat keldik, bolajonim. axir sizni o'ldi deyishdi-ku. Yo'q, u boshqa qishloqdan edi. Meni ismimni aytishdi-ku. Ha, xullas, anaqa nima ekanda adashakansizlar. Ha, oyim uydami? Ha, uyda ichkarida. Oyijon. O'g'lim, mana nihoyat keldik. Ha, oyi, sizlarni topdim va nihoyat. Bolajonim, seni qanchalar sog'inganimizni bilmaysan. Ha, men ham sog'indim. Yo'qol. Ey, nima qilding? Nima qildi? Qani, seni opang ham bor edi. Ya'ni singling. Singlim? Ha, sen borligingda yana singlingga homilador edim. U tepada. Xo'p, qaysi tepada? Mana orqada binoning eng baland qavatida. Xo'p. Dada, men singlimni ko'rgan bo'ray. Xo'p, bolajonim, boraman. Ishqilib yana yo'qolib qolmagan. Xo'p, axir 20ga kirdim. Bu katta bo'laman. Xo'sh, ana endi tezroq singlimni oldiga boraman. Yo'q, eng baland qavatda. Salom, isming nima? Sen kimsan o'zi? Men Andreyaman. Andreya aka? Ha, menman singiljonim. Ha, mana nihoyat qaytibsiz-da, a? Ha, qaytdim, nima qilibdi? O'zi ham usullarning ichida yashagandirsiz? O'chir ovozingni, tars. Nega uryapsiz? Meni qanchadan qancha qo'riqchilarim borligini bilasizmi o'zi? Baribir sen mer bo'lmaysan, tushundingmi? Chunki men otamning o'g'liman. Sen meni shunchaki mensimaysan, men esa seni mensimayman. Mensimayman. Nima farqi bor? Avval gapingni yodlab olib, keyin gapir. Sansirama. Yo'qol. Xollasan. Yo'q, endi nima bo'ladi? Singlim bilan urushib qoldik-ku. Dada, men singlim bilan urushib qoldik. O'zi musullarga ichida yashaysan, unaqa, bunaqa.